Lip motor mashina haydab yurganlar juda ham ko'pchilik mashinasini bilishmas ekan, xarid qilamiz o'rgatib berishga. U nima edi? Mashina oynasini ko'tarib qo'yish. Bo'lmagan 80% dan bilmasa kerak menimcha. Chunki cho'tkasini almashtiraman desa ham bilishmayapti, mashinani mo'yka qilaman desa ham qiynashyapti. Qish kuni yoki yozgi kunlari mashinani cho'tkasini ko'tarib qo'yish kerak bo'lsa yoki almashtirish kerak bo'lsa, qiynashyapti. Bizda old cho'tkamizni ham, orqa cho'tkamizni ham qanaqa boshqarishni ko'rib chiqamiz mana. O'rganaylik bu yerdan. Xo'p. Menyuga nastroykasiga kiryapmiz. Eng oxirgisini bosganda mana bu yerdan ikkinchisini bosdik. Mana shu holatda bo'ladi. Ko'targanimiz mana shu oxirgi 3 ta. Shuni ikkitasi. Mana birinchisi, mana bosaylik. Ko'rdikmi? Cho'tka ko'tarildi oldi. Yopib qo'yamiz. Orqaniki bu. Orqamizdan o'tishdan dir-dir qiladi hozir. Mashina qurib bo'lganicha dirlaydi. Mana bittasi oldiniki, bittasi orqaniki. Ko'tardik. Ko'targandan keyin mashinani bemalol so'raychi mana hozir. Siz ko'rsatib bera qoling. Mana shu turgan joy, mana shu top turib videoni. Mana ko'tardik. Mana. Bemalol mashinani boshqarsak bo'ladi mana. Mana. Bu yoqqa ko'tarish mumkin bo'ladi. Boshqasiga hech qanaqasiga boshqara olmaysiz chunki oldida kapot bor, orqada ham xuddi shunaqa bo'ladi. Monitor deyman, uzr. Orqa anaqanchiga qosh ichiga kirib turgan bo'ladi. O'shani hisobiga bu yoqqa chiqmaydi. Almashtira olmaymiz. Oldida ham xuddi shunaqa bo'ladi. O'rganib oldik. Xudo xolasa endi maza qilib, mo'yka qilib, cho'tkani ko'tarib almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Salom bo'lamiz. Bizani podpiskaga bosmasanglar, yo'qotib qo'yasizlar, oka. Ismim Shomaqsud. Bir-biriga yuborib qo'yinglar, o'rtoqlar yuboringlar. Ko'pchilik qiynalib shu sohada. Mashina nima qilish kerak? Hammasini Instagramda, YouTube'da, boshqa Telegramda sekin-sekin ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa qo'llab tursanglar bo'ldi, duo qilasiz. Like bosib turinglar, ko'rmayapmiz like'larni, okalar. Like bosinglar. Manfaatli o'tgan bo'lsa bosing, bo'lmasa bosmasangiz ham mayli. Salomat bo'lamiz, ketdik.